Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasining aziz ko'rarmanlari, hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Bugungi suhbat programmamiz alohida programma bo'lganligi uchun tuyuqsiz bu programmani boshlab qoldik. Bugungi programmamiz Uyg'ur choyxonasi suhbatxonasininki, ya'ni fan texnika sayfisi. Yangidan fan texnika sayfisi deb ochdik. Buningga ilim fan dunyosidagi yangi texnika, yangi narsalarni tunishtiramiz. Bugungi bu tunji soniga Yaponiyadan qarindishimiz Qavuljon Abdurimni taklif qildim. Assalomu alaykum Qavuljon Abdurim. Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasininki fan texnika yangiliklari sayfisiga qatnashib berganingizga ko'p rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Sizga rahmat. Rahmat. Bugungi suhbat programmamiz 2005 yilning tunji oydagi yuqori fan texnika yangiliklari mush sohada bo'ladi. Xalqimizni ilim fan bilan shundaqla ilim fan dunyosiga yangi texnikalarni bildirish maqsadida qarindishimizdan paranglashib mush sayfini boshladik. Unda bo'lsa men ekronni qarindishimiz Qavuljon Abdurimga beraman. Avval o'zingizni bir tunishtirib o'tib, ana suhbatni boshlasak. Rahmat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men Yaponiyadan Qavuljon Abdurim 2014-yili Yaponiyaga keldim. 2022-yili o'zimning doktorlik o'qishini tamomlab, hozir bir shirkatda ishlayapman. Hozir mening qilayotgan ishim shu sonliq ma'lumot analizi, ya'ni mashina o'rganishni qilyapman. Undan boshqa o'zimning qiziqishlari bo'lgan shu kvant texnikasi deganda yuqori fan texnika va Uyg'urlar degan bir YouTube bir temada suhbat boshlagandim. YouTube kanalida Qalbil degan bir YouTube kanalim bor. Agar ashunga ergishib olsanglar, darslik shaklda so'zlanib yotadi. Men hozir kvantum darsi va statistik darsi so'zlanib yotadi. Endi bizningki shu nimishqa bu to'rt texnika, boshqa texnikalar yo'qmi deganda, mening o'zimning ham qilib baqqan, ham qilayotgan ishlar bo'lganligi uchun mush sohani oldim. Endi tunji qatimda IT, ya'ni information technology degan gap. Ashunda IT-da xizmat tushdim. Undan o'tib hozir AI ning ichidagi machine learning deganni qilyapman. Andan cho'g'da quantum texnikasi, quantum machine o'rganish deb yangi chiqdi bumi. Uni bilan elib yonyapman. Onun kendi çoğda yoxtu 5G texnikasi, 6G texnikasi deganlarga qiziqadiganligim uchun ularni o'rganib degandik. Şu men 4lisini ham bir azroq o'sim qilib baqdim. Ham hozirmi qilyapman. Şu mushu 4 texnika hamda yuqori texnika bundan keyin 2025-yili mushu yuqori fan texnika yili bo'lib qilish mumkin deb nimqan bir vaqt so'zlagandim men. YouTube kanalida. Shuningdek, hozir qarasak, Uyg'urlarningki shu yuqori fan texnika bo'lgan tushunishininki degandek yuqori emasligini ko'z tutib, endi bir to'plamningki madaniyat saviyasi, sapasi qancha bo'lsa, shu to'plamda cho'ng bo'lgan bolalarmi shu to'plamning sapasidan o'tib ketolmaydi. O'tib ketadiganlar 1-2% chiqadi endi. Shunga yuqori sapaliq to'plamni yetishtirgan vaqtimizda yuqori sapaliq insonlar yetishib chiqadi deganni asos qilib o'sha programmani boshladik. Rahmat. Unda bo'lsa, siz avval o'zingiz tayyorlagan narsani bir tushuntiring, undan keyin savollar qismiga ketaylik. Yani bugun shu AI texnikasi yoki IT texnikasi, big data, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumotdan biri kvant texnikasiniki 2005-2020-yilining tunji, ya'ni birinchi oyda, hozir bugun 31 bo'ldi, o'tib ketdi. Osh oyda yangi chiqqan texnikalar va ashnandagi o'z bundan keyingi yo'nalishlar degan temada bo'ldi. Asosan suhbat shaklida bo'lganligi uchun bunda tafsiliy to'xtalib ketmaymiz. Faqat qanday texnikalar maydon chiqdi, buningki qanday ishlatilyapti, bundan keyin qanday taraqqiyotlar bo'ldi degan asos qilgan shu 3 temani cho'rigan asos qilib boramiz. Endi birinchi qadam deganda shu hozirgi Facebooklarda va xabarlarda top news deb qo'yganda eng xabarlar bo'lib ketgan DeepSeek, ya'ni Jungo'ningki DeepSeek degan bir sun'iy aql
Bu meydana chiqqandan keyin çoda vaqtda o'sha OpenAI, Gemini deganda, Colab degandeklarninki pay nimasi chiqib ketganlikdek xabarlar chiqib ketdi dengi. Endi bu nimishqanda bozor tep ketdi deganda buningki bahosi nihoyat tuvanchi buningki. Yana pray bahası deymiz. Mana qarasang masalan resimni ko'rsatib qo'ydim. OpenAI bilan shu DeepSeek'ninki bahası yoki bo'lmasa boshqalar bor. Buning ChatGPT, uningki boshqa Queen degan yana shu Junguninki degandek. Uningki raqobatda ta'siri shu ChatGPT'ninki va DeepSeek'ninki, uningki DeepSeek bilan Nvidia'ninki ta'sir qanday ta'sir bo'ldi degan narsa ozroq tushuntirib ketib ketay dedim. Resim mangdosangiz bo'ldi. Raqobat va ta'sir degan. Endi ChatGPT'ninki mening qarashimcha ChatGPT'ninki DeepSeek qanday ishlaydi degan men ikki xil qarashdachi buningda. Yani birinchi xil ahvol degan vaqtda yani gumoniy qarash nimishqa degan vaqtda bir davlatninki nomi kopiya qilish, ya'ni ko'chirishlar nomi chiqib ketgandan keyin uni hozir xalqaro qanday gap bo'lsa Amerika ijod qiladi, Jungo kopiya qiladi, Yevropa ittifoqi uning standart bekitadi degan bir danglik bir gap bor. Ana qarag'an vaqtda bunday bo'lgandan keyin cho'qim nima yozsa shuni bu kopiya qildi deb qaraymiz-da. Yani mening o'ylig'im endi kopiya qilsimi buning oqibatda masalan DeepSeek ishlatyapmiz, ammo oqibatda ChatGPT'ninki bu fikrlarni tatib ekilgan shaklda ishlatyapti deb qarayman-chi buni. Endi nimish qunda qaraysa degan vaqtda buningki so'zligi o'zining e'lon qilgan vaqtimi buning ketgan iqtisodning nihoyat ozchi. Yani 6 millionlam qolganlar necha milliard mablag' solsa bu 6 milliondan tutdin deydi. Yani boshqalarning odat eng tuvan selishtirsaqmi 10 dan 1 ga teng kelchi buning sog'an mablag'i, tutdigan mablag'i. Nimishni azan aşağı. Aşından qarab men nimish bunda azan yo'qda men faqat bularninki mush DeepSeek'ninki bu 6 millionni mushni aşı ügünish uchun mush mashina ügünishda deymiz ana mashina ügünish uchun sarf qilgan pul deb qarayman-chi buningga. Boshqa ishlayotganlarning puli uningki software hardware deymiz, qattiq detal, yumshoq detal deymiz. Ularga sarf qilgan pulni qo'shmaganmikin deb qarayman-chi. Yana birisi bu DeepSeek'ninki nimasi boshliqi qurg'uvchisi buning 2000 tal AI GPU ishlatdim deb qaraydi-chi buningga. Odatda 2000 tal nihoyat ozchi uningda. Eng oz bo'lganda 10 ming tal, 50 ming tal ishlatdi degan. Endi 2000 taldan mangdira oldim deganlik agar mening qarashimda yolg'on deb qarayman-chi buni. Chunki nima qilyapti? Mush DeepSeek'ninki nimasi CEO'si, ya'ni boshliqidan qurg'uvchisi. U Trump nimaga chiqishdan burun, prezident bo'lishdan burun 10 ming, ya'ni 100 ming dona shu AI GPU'ni Nvidia'dan zakaz qilibdi-chi bu. Shuni 50 mingni olalabdi, 50 ming kelganda Trump chiqqandan keyin unga shaq qo'ygandan keyin ololmagan gap. 50 ming tal qo'lda bor degan gapda uningki. Uning qo'lda 50 ming tal bor, ammo 2 ming talni ishlatdim deydi. Degan. Endi bu tarafdan qaragan vaqtda bu yolg'on so'zlardir deb qarayman. Endi ikkinchi joyda nimaninki Alibabaninki yasagan bir nimasi bor-ku, shu Nvidia'ninki shu A100 deydigan bir chip bor-ku, GPU bor. Ashning bilan iqtidori o'xshab ketadigan bir chipni yasadik deb shu Alibaba shuni e'lon qilgan-ku o'zi. Demak, ashninkini ishlatgan bo'lishi mumkin deb qarayman-ku endi. Endi ikkinchi qarashga degan vaqtda agar shu haqiqatan shunda ilg'or yasaydigan bo'lsa, demak buni odatdagi kichik shirkatlarmi, kichik shaxslar balkim yasay olishi mumkin deb qarayman-da endi. Agar haqiqatan unda bo'lgan bo'lsa, endi unda bo'lish ehtimolligi. Shunga Nvidia'ninki chiplarga bo'lgan talab, talab tuvalab ketdi degan gap. Haqiqatan shunda degani rost bo'lsa, Nvidia'ninki unda ko'p Nvidia'ning unda ko'p GPU elishninki o'rni qolmaydi degan gapda endi bu. Anikini mustaqilligi bexatarlik. Odatda bu DeepSeek'ninki mustaqilligi yo'q deyarlik. Ya'ni bu nimaga masalan shirkatlarning nimada Jungo hukumatining ostida kontrolligida. Ya'ni o'zi oldiq bir narsa qilolmaydi degan gap. Masalan, Jungo hukumati aloqador mazmunlarni qilgan vaqtimizda ular qarta cheklamasi bor.
Bu tarafdan qaraganda mustaqillik yo'q deb qarayman. Endi bexatarlik degan vaqtda bexatarlik degan vaqtda bexatarligi buniki tuven deb qarayman. Chunki buniki o'sha kirgizgan sonliq ma'lumotlar, uchurlar hammasi shu Jungo hukumatiga topshirildi deb qarayman-chi menda. Endi bundan keyin balkim DeepSeek'niki cheklimlar to'xtamay ko'payib ketishi mumkin. Yevropa davlatlari, Amerika degandek davlatlarda bu bexatar emas deb cheklab o'tishi mumkin. Endi buniki ko'rinmaydi degan vaqtda mana desiniz bo'ldi. Buni ko'rinmaydimi? O'sha ChatGPT'niki asosan o'xshab qolgan ko'rinmaydi bu buniki. Ma'lumot qoldim ekran. Ko'rinmaydimi asosan ChatGPT'niki o'xshab qoldi. Undan keyin joyga vaqtda ChatGPT bilan ikkisini selishtirib qo'ymaydi. ChatGPT qarasak buniki iqtidorlari haqiqatan ko'p dengan. Endi to'g'ri, ChatGPT'niki pulliq. Ammo Gemini DeepSeek'mi balkim asta-asta o'rilishi mumkin bahosini. Uniki meyada DeepSeek bilan boshqa sun'iy aqllarniki nimasini selishtirib qo'ygan, data ishlab chiqargandiki, ashlarniki to'g'riliq darajasini ko'rsatgan buningda. Ya'ni qarasaqlar misli DeepSeek'ning asosan ishi quriladi. Endi qarasak Coin 2.5 deganninki 90% ekan. Demak, buni e'lon qilgan DeepSeek'ni e'lon qilgan zamonlar Alibaba chiqib, Coin 2.5 ning Max degan nashr nusxasini e'lon qildi. Buning o'zi aşağıda e'lon qilgan vaqtda buning iqtidorlari va to'g'riliq darajasi debchi. To'g'riliq darajasi o'rganish saviyasi debchi. Buni shu nima DeepSeek V3 dan yuqori deb e'lon qildi-chi bu. Endi men uni keyin nimada DeepSeek'niki shu nimasiga sig'imchanlik degan. Menda sig'imchanligi buni qarasak, hammasidan odatda ko'p bo'ladigan. Sen o'ylaymanki 405 odatdagi normal uyingizda mangdiranmaysiz-ku buni. Xillam yuqori talab olingan. 670B degan bu. Demak biz shu eng tuvinni mangdira olamiz degan gapda. Bu selishtirib qo'ygan buni shu qog'onimda ko'rib olsak bo'lgan gap. Qolgan odatda ba'zilari yuqori ko'rsatdi, ba'zilari tuvan ko'rsatdi degan. Ma'lumot degan vaqtda bu shu o'rganish jarayonida yo'qitib qo'yishchalik deymiz, unutilishchalik deymiz endi. Ashniki nimasi ko'rsatmagancha. Buningda qarasak ChatGPT'niki nima DeepSeek'nikini hammasini chiqarib, ChatGPT'ning 79.13 deb qo'ygancha. Bir xil aloqa. ChatGPT'ning o'rganish nimasi unchalar tuvan emas-chi amaliyotda. Uning keyin oxirida shu DeepSeek'niki qurg'uvchisi. Buni qarasak DeepSeek'niki nerdan kelganligini, hukumat bilan munosabat yo'qligini bunda ko'ra olamiz-chi odatda. Shu endi DeepSeek uning keyin o'zininki yana bir mush oyda yana bir nimasini e'lon qildi, Genius Pro deydigan. Bu nima qildi degan vaqtda bu xet orqali xet kirgizib bersangiz, ashnaqa asosan rasm yasab beradi sizga. Keyin nima desam, Genius Pro degan. Bu nerniki bu Genius Pro degan? Bu DeepSeek'niki mushu. DeepSeek'mi? Ani e'lon qilib bo'lgandan keyin mana e'lon qildi. DeepSeek Genius Pro'ni. Hani buningki nimasi rasm ishlab chiqarish sifati xillam yuqoricha buningki. Qarasak, mana yaxshi rasmlarni shu tekst kirgizgandan keyin ashnaga asosan rasmlarni laylab bizga chiqarib beradi degan. Ustiga rasmlar ashnaga laylagan Yunus Pro'da. Hammasi rasmlarniki shunga asosan. Ustidagi degan vaqtda boshqa sun'iy aqllarnikidan ishlab chiqqan rasmlar. Aniki macho degan vaqtda meniki aniqlik darajasi yaxshi degandek-chi. Uning keyin ostidagi rasmcha degan vaqtda buningki iqtidorlari, qaysi taraflarga qarta iqtidorlari bekrak kuchli bo'lgan degandek. Keyingi rasm qarasam. Mana qarasak qaysi taraflarda iqtidor texnik ko'rinarli bo'lgan degandek narsalarni ko'rsa. Uning keyin degan vaqtda yana bir yangilik OpenAI'niki O3 Mini ni e'lon qildi. Asli bu oyda OpenAI'niki yana operator degan bir assistent bor. DeepSeek chiqqandan keyin uni to'xtatib qo'ydi. Balkim uni kelar oyda chiqarib qilish mumkin uni.
operator assistant deb. Onunki şu öydik şu sizning yaningizda anaqa ovozli shaklda sizdan so'zlashaydi ham sizningki degan buyruqlaringizni ijro qiladi. Onunkidan öydiki narsalarga ulanna oladigan shaklda qilayotgan narsa shu. Sen öydik narsa degan to'nglatqu, mikro o'choq degandek narsalarga ulanna kiraliq degandek narsalarga ulanna oladigan shaklda layinlayotgan. Onunkidan jo'da yo'qda ma DeepSeekning yana mush AIning kamda bexatarlikka degan narsa biraz endişler paydo bo'ladi hozir. Bexatar deb sun'iy aql xatarlikmi, xatarlik emasmi degandek. Ma'no qarasak jo'da yo'qda sun'iy aql orqali ilxit adresi nurg'un boshliq ilxit adresi yo'llanadigan ishlar ko'payib qolgancha buningda. Ya'ni axlat ilxitlar deymiz-ku endi. Qasddan yo'llab qo'yib, uni chekkanliklar boshqa narsalarga echildigan degandek. Aslında ishlar ko'payib ketgan. Uning keyin jo'da yo'qda yana bir odamning resmini chiqarib ko'rdik. Buning jo'da yo'qda buni bir ayol, ya'ni er va ayol bu AI bilan sun'iy aql bilan nima deymiz, munosabat o'rnatgancha. Ya'ni shu xuddi boshqa odam bilan handek muhabbatlashgandekcha masalan. Shunda munosabat o'rnatib, ammo er xudgancha uni. Xuddi ichidagi gaplarni to'kkandan keyin mushum ashning qartayliq inkas qaytiribcha. Xuddi haqiqiy odam bilan so'zlashayotgandek bir xil ahvolni shakllantirgan. Resim açlarkanda xuddi telefon shu chiqayotgan bir ko'rinish. Hozir shu nima bo'lib ketdi? Xuddi shu normal odamdek so'zlab turgancha ovozli shaklda chiqarib ketmasmi? Mushum mashunda shaklda o'zi tanlay oladi buni bas suratlarini degandek. Shunda ishlar e'lon qilingancha nima X'da Twitterda e'lon qilingan. Uni keyin nima copyright-ni chiqarib qo'yib, buni ham yo'qda. Mushuningmi resim yashash iqtidori qo'shilgan ma'noga. Mana API bilan Google cho'diga vaqtda bu cho'ng sonliq ma'lumot ombir qurish to'g'risida bular bilan hamkorlashadi degan. Mana uning keyin bu oydagi yana mush birinchi oydagi eng cho'ng yangilik nima degan vaqtda mush zihn o'qish va ifodalash. Bu Jungo'ningki bir AI şirketi, ya'ni asl Neural Technology Company'dan bir şirket. Nerve Tor texnikasini qanday. Ashna bir shirkat buni e'lon qildi. Haqiqatan ama 18 yoshli qizga sinoq qildi-ku buni. Bu nima degan vaqtda bu kallangiz siz o'ylaganni o'qiy oladi ham siz bilan sizga ifodalab beradi, sizdan paranglish oladi degan gap-da. Sizning o'ylagan tushuncharingizni boshqa, sizning o'ylaganingizni o'qish boshqa. O'ylaganingizni avval ifodalab chiqarib berish boshqa gap-ku. Shundoq. Kallamizda o'ylagan bilan og'zimizni chiqarmasak yana boshqalar uqmaydi-ku uni. Ashuna o'xshaydi. Kallamizda o'ylaganni uqalaydi, uning keyin o'ylaganga asosan ashni yezib beradi degan gap, ifodalab beradi degan gap. Bu eng yangi texnikami bu shunda bo'lganda? Eng yangi texnika hozirgi Elon Musk'ningki chip taqaydiganni oldin qilib chiqqan-ku ashunimi? Endi demak bu oldiga kirib ketadi degan gap-da. Shunda bo'lganda 18 yoshli texnik shunda bo'lganda? Bu Xitoyning oldinma bu texnika va yangi e'lon qilgan bu texnikasi? Bular emas, xiljiqlar oldi. Ana keyin ayolchi bir xil nima bir xil kasal ekanchi badanilik bir narsaga yaqin quvish qilish degandek bir xil kasal ekanchi bu ayolniki. Ya'ni gap qilish qiynalib qilish degandekchi. Ashunda ayol ekan, shuning bilan bu gap qilish qiynalib qilish degan gap chiqarmaydi-ku endi. Ondan keyin ashning sinoq qilgancha doktorxona bilan birlashib sinoq qilgan buni. Manda o'qib qolsalar, o'shsiz odamlar bu ish qo'yib odamlar ham shu qallis o'ylagan musharraf nima qilgan gapda kelgusida. Shu mengiz uchiq bo'lsa, o'ylaganni ifodalab chiqaradi. Sen qo'llari ishlamaydigan, putlari ishlamaydigan odam bo'lganda. Ashlar joyga yo'qda, masalan, yerim badan ishlamaydigan odam bo'lsa, ashni yerim badalik mengishdek bir xil o'ylasa, mengishdek bir harakatni. Demak, aniga bir xil jozib bekitsakchi. U mengishdek harakatni aniga berdi, u kodga asosan uni mangdirdi degan gapda. Endi shu menga chipta taqash degan narsani kelgusi bir reallik aylanib hamda hammamiz shu robot ishga ketib qolgan gap bo'lsa, unda men qilib qolsam-da. Bu hozir hammadan taqashdan qo'rqaydi-ku. Vaqt kelganda hammadan pul berib taqtadi. Mening o'ylaganimda endi. Qara unda keyin yana kelamiz-ku taxavvula. Uning keyin
database qurish keldi. Stargate degan bir nima qurdi. Bu projekt aslida Amerikaningki 2012da boshlangan projektchi bu. Trump qo'ygan bir narsa emaschi bu. Trump yangidan qo'ygan narsa emas. Ammo hukumatning qo'llashiga erishamay kelayotgan, erishim az erish kelayotgan bir projektdi bu. 2009-yildagi vaqtda erishdi, ammo Baydenning har xil cheklimlariga, sun'iy aqlninki bexatarligi, uchur bexatarligi degandek narsalarni qilib, uning cheklimasiga uchirganchi. Uni keyin Trump chiqqandan keyin u cheklimlarni, masalan, TikTokning shugi Bayden chekildi, Trump chiqibla yo'q qildi degan gap. Bu degan bu nima degan gapda bir aniqroq bir tushuncha bersangiz. Bu Stargate asli cho'ng bir projektchi. Ben Amerikaningki shu IT, AI, big data, quantum texnika hammasini yig'ib ekilgan bir cho'ng bir projektchi bu. Yani 500 milyard pul bu. 500 milyard. Yani bu nima ish qildi deyapti? Bularning maqsadi, eng orqi maqsadi mush projektniki. Mush AGI ga yetish degan. Yani asıllıqçı sun'iy aql deb tarjima qilib ekan bir qarindoshim. Asıllıqı sun'iy aqlga yetish degan. Endi bularningki masalan bizningki dunyoda 4 cho'ng texnik sanoat inqilob bo'ldi-ku. Masalan, birinchi sanoat inqilobi, ikkinchi sanoat inqilobi, uchinchi sanoat inqilobi bormi? Fan texnik inqilob degan. Endi 5-chi bir sanoat inqilobi borchi. Bu yaqinda keluvchi eng qisqa zamonda 20 yil men 20 yilda aytmayman, endi balkim 10 yilda kelib qolishi mumkin degan gap. Yana bir sun'iy aql 5-chi sun'iy aql nimasi qo'y, endi bütün hamma hamda shular bo'lganda. Masalan, birinchi sanoat inqilobida kim kuchlanib chiqdi, kim yo'qoldi? Osmon imperiyasi yo'qoldi-ku. Babur imperatorligi qul bo'ldi degandek. Endi ikkinchi qadamliqda degan vaqtda uning nima Jungo yetishmay qoldi. Jungo keyindi qoldi. Nima uchun Rossiyacha degan vaqtda Rossiya aran ilishib oldi, qo'lini ketib qolgan mashinaga ilishib olgandek-chi. Qolganlar keyindi qoldi. Endi 4-chi qadamliqda nima sanoat fan texnik inqilobi kelgancha degan vaqtda uningmi yana Amerikani oldida o'tib ketgan gap. 3-chi qadamliqda dalda. Endi 4-chi qadamliqda deganda shu IT texnikasi, AI texnikasi boshlangan degan vaqtda buni tuta olganlar Jungo eng bosh ching tuta oldi degan. Uning ikkinchi buni eslab olgan yana bir davlatlar bor. Kichik davlatlar Turkiya bor degan. Eng oddiysi bizning yaqinimizdagi. Turkiyaningki mushu yaqinqi zamonda taraqqiy dronlarning nimasi chiqadi-ku, daniq. Demak, ular persent ching tuta oldi degan. Endi bizga vaqt degan vaqtda biz hech nima tutamadik. Bizga to'g'ri shunaqa. Endi olma degan vaqtda olma telefoni olma intelligensi degan bir nimani qo'ydi-ku, olma aqli degan. Men aql deb tarjima qildim. Buncha vaqtda bu maydonga chiqqandan keyin degan vaqtda buning ekkelgan uchurlarningki to'g'riliq darajasi biroz nima bo'lgan-ku. Xatolik farq ko'rilgan. Undan keyin Yevropada uni cheklanish ehtimolligi bo'lish bor deb buningki. Shunga bu o'ziningki Apple Intelligence degan sun'iy aqlni to'xtatib oldi-ku bu. Kechirim so'rab to'xtatib oldi. Balkim buni kelar oyda yoki 3-oyda chiqish mumkin degan, ya'ni maydonga chiqish mumkin. Endi Italiyada Nvidia degan vaqtda bu shu kuchli bir kompyuter qurish, ya'ni sun'iy aqlga ishlatadigan bir kompyuter qurish, nimasida database, ya'ni sonliq ma'lumot ombori qurishda hamkorlashdi. Bular eng hozirgi nimasida 4 milliard mablag' silindi degan. Uning keyin Hindistonningki meyada Microsoft bilan ikkisidan chiqadi. Men buni nima chiqadi degan vaqtda Microsoft Hindistonga berib, Hindistonda 2030-yilgacha ashada data center, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumot ombori qurish ishi. Uning keyin degan vaqtda 2030-yilgacha 10 ming qadar 10 ming AI ga ishlaydigan xizmat tarbiyalash, ishlaydigan injenerlarni tarbiyalash. Ishg'ashning mablag' soldi-ku bular. Endi yana bir so'z vaqtda Hindiston OpenAIga biroz cheklimlarni ekkaldi-ku. OpenAIlar biroz sotib chiqib qoldi degan gap. Nima ish qildi vaqtda Hindistonlik maqolalar qildigan nashr huquqini daxl qilganlik degandek-ku. Masalan, ba'zi pulliq maqolalar bor-ku. Uni pul vermasiz, a'zo bo'lmasangiz o'qiy olmaysiz degan gap. Uni degan tortib ekiladigancha OpenAI. Shundan bular
hozir nima kirib qolgan, sotga chiqib qolgan. Hmm. Endi data center keldik, gapib qoldik endi. Cho'ng sonliq ma'lumotlar ombiri. Buni jo'diga vaqtda o'sha mayada yana birisi keldi, ama 2000 mushu ayda 29-yillar deyman. Queen'ninki 2.5 max degan birisini o'tirib qo'ydi-ku bular. Alibaba shirkatininki. Bu Alibaba şirketi ama. Alibabaniki. Alibaba şirkati qo'ydi. Buningki hozirgi nimasi? Performance deb qo'yamiz g'ada. Ishlashchanligi. Buni ishlashchanligi nimasi? Diksiktimmi yuqoricha buningki. Haqiqatan men ishlatib baqdim-ku bularni, ishlatib qilib. Ama buninkilik nimalarim ko'pcha ham rasmiy yasalaydi, ham hozircha qisqa video yasalaydi. 10 sekundlik, o'tib ketsa 5 minutlik degandek. Ashunda videolarni tekst kirgizsiz, ashuna qilsa video sizga yasab berdi. Endi meniki ikkinchi rasm chiqib qolsa DeepSeek nima shu Jungo'ninki ta'siri bor. Masalan, Uyg'urlarga munosabatli uchurlarni kirgizgan vaqtda, Jungo hukumatiga munosabatli uchurlarni kirgizgan vaqtda bizga u to'g'riliq uchurlarni ta'minlash cheklimlik. Shu ma'ni. Mishel, bir narsa so'rsam sizga, nima troll atqa shu o'sha DeepSeek'ninki nimasiniki troll atqa o'qishtirib, anasini kishi qachlab. Müştəki bu Twitter'da mı ekstrem daha küçük bulgul qo'zg'aluvchi bu narsalarnikini. Hem de Xitoyninki g'arbga yana bir yushurin bir nimasidan kirishdan bergan cho'ng bir signalda bu narsanikini. Siz bu sahaniki nimasi bo'lgandan keyin sizniki tadqiqot nimalaringiz ham bilingiz jiqroq. Endi buni e'lon qilishlarga nurg'un odamlar hamda o'zining telefonlari qochlab nurg'un sinab baqdi bu narsaga. Osh jarayonida uchur o'g'ilab qila olamdi. 100% ash Amerika Jungo hukumatiga bordi. Hozir. Men qochlab baqmadim, telefonimga TikTok yo'q mening telefonimda. Endi jiqadamda ba'zi qochlab baqtirganda bir to'g'ri kirib baqdi, men qochlab baqdim, shuni so'rab baqaydimda hamda. Shu nurg'un deb. Asl ChatGPT'ning bor-ku bu. Ama ChatGPT'ninki o'zingiz tanishalaysiz-ku uni. Mening kirgizgan uchurlarim ashi nimasiga bormison deb. O tanishalaysiz, qaysining borganligi, qaysining bormaydiganligini siz bilmaysiz, endi o'zi biladi. Bugün o'sha DeepSeek'te 3 kundan oyog'i bo'ldi-ku, masalan, o'sha Uyg'urlarga to'ng qo'llaydigan ba'zi nimalarni sosyal medialarda e'lon qilganda Uyg'urlar kimlar qayerda yashaydi, Uyg'urlar haqida so'zlab bersa, dastlab shunday yozib bir 5 sekundlik o'chirib-yotdi-da. Kechirgan bu narsa nima sezgurt nimalarda. Unga Xitoylar ma piyadan qilib dars yozganiga unum chiqarib berdi, dastlab chiqarib berdi, keyin o'chirib degandek. Bu narsalarni hammasi durib turdi. Yana Xitoy kommunist hokimiyati buni kontrol qilib ekanligidan bilib turdi shu narsalarni hamda uchurlarni o'g'laydiganligi. Bu ulam emas-ku bu. Masalan, sizningki IP adresingiz yoki xil hamma uchurlarni ashlar bor edi-ku. Shu ma'noli atning hikoyasini bilasizlarmi qachon? Ana ichiga dushmanlar kirib qal'ani ichidan pati qildi-ku. Ashna o'xshab. Shuningdek, TikTokning cheklanishi, ma'nomi cheklanishi Yevropadan balkim hozir xil mening anglashim Italiya bir davlat chekladi-ku deyman. Italiya cheklab turmagan, ha. Boshqalar cheklaydi deb qarayman-ku. Uning keyin bu sonliq ma'lumot Amerikaga vaqtda bu 2016-yilda qurgan Jungo. Eng cho'ng sonliq ma'lumot ambiri. Buning uchun vaqtda hozir yana texnik ko'p quryapti-ku bular. Masalan, Baidu'ning shirkati, Baidu'ningki bor Kullun degan bir proyekt va uni quryapti deyin. Uning keyin Alibabaning hamma shirkatlarining bor deyin. Endi Jungo hukumati mushu cho'ng sonliq ma'lumot ambiri qurishga 100 milliard mablag' soldi-ku. Hukumat mablag' soldi. Qolgan shirkatning mablag' ayında turib tursin degandek. Uning keyin Ripple degan bir shirkat bor, Ripple degan shirkatlar nima birlashib hozir Google shirkati bo'ladi. Bu nima shirkat Ripple Yevropada bir shirkat bo'ladi. Bular birlashib ashna, ya'ni bularmi cho'da yoqda bularmi bekot bo'lmadi-ku, shu eng cho'ng sonliq ma'lumot ambirini qurib chiqamiz deb o'zining yo'lida endi 4 milliard mablag' soldi degan. Uning keyin quantum aslida Google shirkatiniki 12-yilda e'lon qilgan nemasi Willow degan. Quantum chip deymiz buni. Endi bu cho'da yoqda bu garchi 12-yilda e'lon qilgan bo'lsa, mushliqi tavada hozir. Bu cho'da yoqda mushninki e'lon qilinishi quantum texnikasiniki yana bir baldaq ustida ko'tarilib ketganligini ifodasi-ku bu.
Mundala e'lon qilib qo'ygan mesela mushning e'lon qilinishi kvantum texnikasida mesela birinchi peshtaxt bo'lsa, 3-chi, hatto 4-chi peshtaxtga ketganlikning anda yuqori ko'tarilgandek o'xshasak bo'ladi-ku buni. Endi bular e'lon qilgandan keyin vaqtda bular mangdirgandan keyin amaliyotda o'zi tasavvur qilgandimmi yaxshi nima qilgancha bularga. Endi buni sen nima chiqarding degan vaqtda men aslida qubit soni kvantum texnikasi kvantum kompyuterda qubit soni ko'paygan sari xatolik darajasi cho'ngayib mangatichu asli. Bu qubit soni degani faqat tushunmaymiz, qubit sonini. Qubit soni masalan klassik kompyuterlarda kubit bor, bit bor. 32 bitlik deydigan. Ana ular 0 yoki 1 bilan mangdi. Ana kvantum texnikasida 0 va 1 bilan mangdi. Bularni qubit deymiz-ku. Ana ma'lanikicha asli qubit soni oshgan sari buningki xatolik darajasi oshadi-ku asli. Ammo ma chipta turadigan vaqtda unda bo'lmadi-ku. Uni degan vaqtda bular nima hukm qildi degan vaqtda bular 70-yildan tortib kelayotgan bir nima bor. Bizning o'sha yashayotgan yer shari bilan o'xshash bo'lgan boshqa nimalar bor debchi. O'xshash bo'lgan yer shari bor deb. Mani isbotlagan vaqtda mani e'lon qilingandan keyin Google shirkatimi biz bunda yaxshi bir ifodasini bunda yaxshi bo'lishini o'ylamagandik, balkim bunda yaxshi bo'lishi yana bir o'xshash bizga o'xshash bir nimada yerda bir nima bo'lishi mumkin debchi. Bizga o'xshash bo'lganlar bu evren deb qo'ydik, qanday evren bo'lishi mumkin degandek. O'tirib qo'ydik. Shu ma'ni chiqarib qo'ydim. Endi uning keyin kvantum nima ishlaydi yo'qda, mana Jungo hukumatiniki 2012-yili 2024-yili nimada e'lon qilgan nima bir paraddek bir nima o'tkazdi-ku. Ashuna e'lon qilgan nimasi kvantum radar mana. Buni nima chiqadi yo'qda, buni xil burun e'lon qilgan narsa. Buni yo'qda asli 100 kilometrga yetadi buningki radarning nimasi. 100 kilometr aralıqni sizalaydi. Hozircha yo'qda buni 300 ga yetkazish planida mablag' silinchi bunga. 300 dan 500 ga 1000 gacha deydigan planlar bor endi. Yani 300 kilometrdan 500 kilometr 1000 kilometrga demoqchi. Aşarlıqda sizalaydi. Bu kvantum radari yo'qda texnikçi boshqa davlatlarningki yo'q deyarli. O'sha mana kvantum degan nurg'un odamlarga bir yangi uqumda bu. Bu tariqa o'qilib bilgan bilan nurg'un odamlar bo'limda bir sal bir zag'irtildiroq haqni tushunarli shaklda kvantum haqida bir qisqacha tushuncha bergan bo'lsangiz, rahmat. Kvantum fizikasi asli fizika ikkiga o'rlikda cho'ng deyapti. Birisi klassik fizika, birisi kvantum fizikasi, kvant fizikasi degandek. Endi klassik fizika degan joyda ko'z bilan ko'rgani bo'ladigan narsalarni tadqiqot obyekti qiladi. Endi kvant fizikasi joyda ko'z bilan ko'rgani bo'lmaydigan masalan atom saviyasidagi atomdan kichik elektron, proton, neutron va kvarklarni tadqiqot obyekti qiladigan fizika kvant fizikasi bo'lgan gap. Asli kvantum degan gap yunonchimikan bir gap parcha zarrachilar, parchachiqlar yana turkicha vaqtda. Ashunda kalimaning ma'nosi shu. Buni tadqiqot obyekti shu atom va atom saviyasidan kichik bo'lgan zarrachilarga qaratildi. Bularniki nimasi yo'qda kvantum fizikasidan klassik fizikadagi qonuniyatlar kvantum fizikaga vaqtda ishlamay qo'ydi degan gap. Shunday bo'lsa, dışarı tadqiqot apparatida hamsa. Endi kvantum radar yo'qda dunyodagi hozir eng ilg'or radarlar desak ushib ketmaydi deb qarayman. Endi bu mikro dunyodagi radar yoki masalan bu nimalarni nishon oladi masalanga? Bu masalan hozirgi radarlar degan vaqtda masalan Amerikaninki, Rossiyaning bo'lsin, u radarlar degan vaqtda qarshi tarafning aeroplanni ko'rdi. Ammo qarshi tarafning radarning o signalni qabul qila oladi-ku. Agar ko'ra olsa. Masalan sizga bir qo'lchirab tutgan bo'lsa, siz qo'lchirab tutganni ko'ra olasiz degan gapda. Endi ma kvantum radar degan siz qo'lchirab tutsangiz sizni ko'ra olasiz, siz qo'lchirab tutganni ko'rmaysiz degan. Bu bir. Ammo buning kamchiligi bor-ku, texnikcha ravurs taraqqi bo'lmaydi-ku. Faqat shaklni ko'rsatib beradi, qanday aeroplan ekanligi, qanchalik cho'nligi, qanchalik tez suratda ketib qolganligidagi uchurlarni texnikcha bermaydi degan. Ash kamchiliklari bor degan. Bu asosda hal bo'lsa, demak bu kvantum radarga o'tib ketadi degan. Endi kvantum aloqalash banda. Bu kvantum aloqalash yo'qda buni mushu Mong'oliya ichki Mong'ollik bir cho'l bor, Gobi.
aşağıda tədqiq qılğan, şu tədqiq qılınğan. Bu joyda yoqda 500 kilometrdagi egizlik, nima bilan 1400 kilometr araliqdagi tədqiq qılınğan. Buni joyda yoqda kvantning entanglement, ya'ni men alayda ta'sir deb tarjima qilgandim buni. Alayda ta'sir degan bir alaylik bor. Shu alayligidan foydalanib yasalgan texnik. Buning joyda yoqda buningki mutlaq bexatar deymiz, buni. Başqalar sizemmaydi, anlayamaydı degan. Endi mavjud yoqda shu Jungo hukumatiniki kvantum sun'iy amarayi, ya'ni kvant sun'iy amarayi. Buni hozir Jungo hukumati dunyoda tunji bo'lib kvantum aloq to'rini, ya'ni kvantum telecooperation deydi. Ashuni qurib bo'ldi-chi. Endi bundan taraqqiyot jo'di vaqtda bular endi hozir shu arliqni Yevropa bilan shu Jungodagi arliqdagi ashuni tadqiqladichi hozir. Mush yilda shunaqa mablag' soladichi endi ash tajribaga. Unda bu kvantum texnikasi shu hozir sizning radar shakliga qaysi davlatlarda bor bu texnika hozir sinab qilayotgan yoki tadqiq qilayotganlar? Bu mening bilishimcha Amerikada bor, Kanadada bor, Jungoda bor, Yaponda bor. Boshqada yo'q deyman. Boshqa bilmayman. Endi kvantum kompyuter bor, ma texnika texi yo'q. Bu ikkisi farqli. Ma kvantum sun'iy amarayi, ya'ni Jungo hukumatidan chiqargan kvantum sun'iy amarayi ama. Uning keyinchi yoqda kvantum sun'iy amarayi aloqalash markazi men yerda ma uchurni hamda burun quchurchi shuni bizga foyda so'qan ko'rib qolsin deb chiqarib qo'ydim. Kvantum sun'iy amarayi aloqalash markazi. Bizningki vatanimizningki janubiy tog'da bor. Ken. O'sha o'rlashtirib oldim buni. Xeyli burun o'rlashtirib. Biz namoyish qilib jirgandan bular o'rlashtirib bo'ladi. Aniga Tibet qarasak, Tibetdagi muqim o'rlashtirmoqchi, chunki tog'liq rayon bo'lgandan keyin uni muqim o'rlashtirmoqdi, mo'yafmi. Ama qarasak bizningki vatanimizdan qo'shnimizga yaqin o'rlashtirib turib ishkini. Mana o'rlashtiribdi. Bu mutlaq bexatar degan gap. Masalan, Bejondan aşağı bir uçur bo'lsa, buni hech kim anglamaydi degan gapda. Nimish mutlaq bexatar desa degan vaqtda bu fizik qonuniyatlar asoslanganlik bo'lganlik uchun mutlaq bexatar deb qaraymiz. Uning keyin kvantningki taraqqiyoti degan vaqtda masalan 90-yilda asli burilib boshlagan narsa bu. 90-yil vaqtcha 1 bit, 2016 5 bit, 2019 vaqtda uchurlar chiqqan edi buningki kvantum texnikasi, kvantum fizik. Asli burilib boshlagan. Endi 2023-yilda 1000 bitlikdan. Endi 2029 vaqtda 1 million bitlik. Endi bu 1 million bitlik chiqqan vaqtda andin hozir insonlarning ensirayotgan shifrlashtirish, maxfiy nomerlarni echib o'tish, andima bitcoinni buzg'unchilik uchirtish degandek-chi. Iqtidori bo'ldi deb qaralyapti-chi. 1 million kubit bo'lgan vaqtda. Shuni hozircha ensirashning o'rni hojati yo'q deb qaraydi. Uning keyin 5G texnikasi buni burun chiqarib qo'ygan nima bu? Turk odam ijod qildi. Uni cho'da yoqda Jungodagi to'rxumarlar izlab yurib topdi bu odamni. Shundan 600 million mablag' soldi deyman. 600 million mablag' solib shu yillar 1 milliard foyda olgan. Endi hozir cho'da buni bu yerdan chiqargan degan vaqtda 5.15 degan bir nashrni e'lon bir nusxasini e'lon chiqaradi buningki. Ya'ni 5G'dan texidimmi 5G'ni a'lolashtirilgan nusxasi degandek-chi, 5G'ning a'lolashtirilgan nusxasi deb birini chiqaradi. Endi 6G deganga balkim 6G'ga balkim 2027-yillari gap chiqishi mumkin, 2030 bo'lganda uning keyin umumlashishi mumkin. Umumlashishi. 2G, 3G'dan boshlab ishlab boqamiz. Telefon mesela 3G ishlab 4G, internet hozir 5G bo'lib qoldi endi. Bu farqlar nimelik farq bu narsaga tezlik farqmi surat animadagi bir sonliq ma'lumot bir taraf qo'shishga. Hammasi. Aslida bir resim yo'llasang, bir resim qartang. Anachoda yoqda 5G har bir texnikalar 2G, 3G, 4G, 5G bo'lmaydi. Bularningki boshlangan vaqt. Endi choda yoqda bularningki iqtidorini qanday o'lchaysa degan vaqtda chekinish vaqti degan, nima kechikish vaqti degan bir narsa-chi. Bu kechikish vaqti degan nima degan vaqtda masalan bir signal sizga tushdi, sizdan qaytib kelib
aş joyi kelgandan keyin unikini ifodalandi go. Masalan, siz bir ko'zning nuri, ko'zim shunday birsini ko'rdi, u nur u odamga tushib, o'zimizning ko'zi qaytib kelgandan keyin odamkin deb ko'ramiz go. Shuning o'xshacha oshadiki kechikish farqi bor. Endi ikki jininki ko'z nuringiz tushidi, uni kechikib kelishga taxminan deylik, endi 2 minut ketdi deylik. Endi 3 jinot yo'qda 1 minut ketdi desak, 4 jinot yo'qda 50 sekund, 30 sekund ketdi desak, 5 jinot yo'qda 5 sekund ketdi degan gapda endi. Endi manda da o'xshatyapti. Mana buni keyin agar fursat bo'lsa, texnik tafsilotga yo'qda yaxshi tushunadi. Endi buni cho'da yo'q, buni nimpa hozir ma bu mashinalar bor-ku, AI mashinalar, sun'iy aql mashinalar, sen Tesla deymiz. BIA deymi Jungo'ningki. Sen turklarningki yo'q hozircha. Ashlar bo'lsa, sen ashlamalik kamera bor oldidagi. Kamera xatarlik bir oldidan bir mashina chiqib qoldi deylik. Oldidan bir mashina chiqib qoldi, ashningki yüzünü ağaçdan qarta turmuzlash kerak qo'ymda. Xatarlik deb turmuzlash kerak, yoki chetga kelish kerak degan gap. Ağaçning chekinish vaqti qancha uzun bo'lib ketsa, aning xatarlik shuncha ko'p cho'ng'iydi degan gapda. Chekish vaqti qancha qisqa bo'lsa, shuncha tezlik hukm qila oldi, to'xtata oldi degan gap. Shu buning taraqqiyoti texnimi shu endi cho'da yo'qda ma AGI bilan AI ASI bor bularningki. Üstüdürek değil mi? Üstün resim. Ama. Uy. Yok kendi astadım ya. Ya mavi. Yani bularni çoğu yoqdan men bularniki aldın qaytım sözlüge vaqtimda şu oyunchilik ketib qoladi deb o'ylagandim-chu. Oyunchilik ketib qoladi deb o'ylagandim, AI'dan AGI'ga o'tish deganni. Ama hozir qarasak oyunchilik ketmaydi, o'xshaydi 2 yil 3 yil ketib qoladi. Ya'ni sen aldın qaytım nima e'lon qildi-ku? Google'ningki nimasi boshliq bor-ku, CEOsi. Shu biz AGI'ga ketib boramiz debchi. Salmanmi OpenAI'niki. Shu ma'noda biz AGI'ga yaqinlashib qoldik deb. Endi Jungo hukumatining buning mablag' sog'an mablag'i 116 milliard deyman. AGI'ga hisoblangan mablag'i. Endi bu Jungo hukumati qanday soldi yo'qda? Jungoda oldingi yil 2024-yilda qurilgan IT şirketler 1 milyon 300 ming degandek. 1 milyon 500 ming. Men chiqib Facebook chiqargandim. Uning keyin Uyg'urlarda qurilgan, hozirgacha qurilgan tashkilotlar 250 kim deb chiqarib qo'ysam miltillab ketgan bo'ldi. Tashkilot quribda oldida bo'lgan bilan boshqa narsa eng oxirida AGI o'tib ketgandan keyin ASI keldi. Bu AGI'da hozirgi meningki o'ylig'im 2000 AGI'ga kim ega bo'la olsa, bundan keyin yana azan Amerika hukumati 45-yildan tortib hukmronlik qildi-ku dunyoga. Ya'ni hukmronlik qilgan gap degan gapni o'tkazdi hamda o'tgan. Shu hukmronlik degan gap. Endi AGI shu hukmronlik qila olgan odam bundan keyingi ASI bag'icha hukmronlikni qo'l tutdi degan gapda endi. Her bir dünyada şu texnikini keşf qiluvchi, şu texnik kodroqi davlatniki dunyoga siyosiy o'rinni qayta tiklab chiqdi degan gapda hamda degan. Shu to'rtjon inqilob bor-ku, sanoat inqilobida endi ashninki 5-si keldi-chu. Ashni tuta olgan odam yo'qolmaydi. Tutanmagan odamcha yo'qoladi degan. Raqobatlar xirasini 30 qilib qoptikamizda biz mesela shuni vatanda bo'layotgan bu nimalarni hammasi shu biz birinchi qatorli sanoat inqilobiga yetishamadik, ikkinchi qatorli sanoat inqilobiga dash qo'limizni bir urib qo'ydik, qo'limizga tegib yo'qolib ketdi. Uchinchi qatorliga yetishgan to'q xili. Ana masalan IT shirkatlari qurilgan-ku Uyg'urlarda 90-yillar degandek. Uning keyin 5-chi qatorli hamda fursat mushu 5-chi qatorli sanoat fan-texnik inqilobi bor. Ana buning uchun yo'qda, ya'ni 20 yildan keyin bo'lishi mumkin deb faraz qilingan. Men shuni faraz qilgandim, ammo hozirgi ahvol qaragan vaqtda 10 yildan qisqa ahvol qoldi-da endi. Ashni 5-chi qatorli sanoat fan-texnik inqilobini qo'lga tuta olgan odam, ashni hech bo'lmasa ash poyezga chiqa olgan odam, bundan keyin hayot qoladi degan gap. Bo'lmasa hayot qoldi, shu qulning o'rnini o'tadi degan gap. Uning keyin Amerika bilan Jungo raqobati degan gap. Bu yerda Amerika bilan Jungoniki
Muşu AI üstünlüğü aqılıga pen texnik işqi pen texnika sağan məbləği muş 2025 yıllık pen texnika sağan məbləği qarab turib bularninki qancha raqobatni qancha keskinligini bilalaymiz deganda. Amerika 500 milyard məbləğ saldı go. Bu ko'rinligini Amerikadagi nurg'un shirkatlar bor go. Hatto biror shirkatninki biror Turkiyada davlatning kuchli shirkatlar bor degan gapda. Ana bu endi bu raqobat nakada degan vaqtda o'zaro bir-birini cheklash keldi. Masalan, TikTokni cheklash buyrug'i, uning keyin ikkinchi rasmni qarasak, mana shu milliarderlarni, ya'ni Trump oldiga yig'ib oldi-da mana. Dunyolik milliarderlar. Bu bekordan bekor rasm emas bu. Bundan keyin mushular kuchli bo'larsa, davlat kuchli bo'lalaydi degan gap. Mushular ojiz keyinda qoldi degan gap, davlat shu keyinda qoldi degan gap. Yani gayrimda o'tirib o'ylab qoldi ekanda, endi TikTokni Xitoyliyasi deb bu narsa boshlaymiz Amerikadagi buniki. Bunu cheklaymiz yo sotib olamiz, bu degicha bu o'zim birini buni ishlab chiqariblarki, ana shuni qo'llanib mani cheklayasizlar bo'lmamdigando deb. Bu narsa yosab tadqiq qilib bozor silish uchun nurg'un mablag' necha yil vaqt ketadi ekanda bu narsalarga hamsa. Shu. Pul ketadi ham iqtisodim ketadi degandek. Aslida bu TikTok bilan men nimaning hammasining payi bor-ku buningda. Bu aloqa Elonning va Trumpning bo'lishi mumkin degandek-ku. Shunaqaqa DeepSeek'ninki pay bozorini unda qilib etdi, bunda qilib etdi deydi-ku. Yani to'g'ri, qilgan bo'lishi mumkin, ammo mening o'ylaganimda bu yana baylar ziyon jiqtatmidi, yana bay bo'laverdi. Kambag'allar, namoratlar yana namorat bo'lib kelgan. Nimishqa degan vaqtda bularning payi undan bor-ku. O'zidan chiqib ketib, u g'alba qilsa yana balani tangishilib yuqori ko'tarib foydalanman degan. Endi Amerikaning mayda TikTok'niki chiqarib qo'ydi, masalan, Trump chiqdi, unda qildi, bunda qildi deb ishlar bo'ldi-ku. Unda cheklash jungunik, bunda cheklandi deb. Amaliyotda ikkisiniki cheklash nimasi o'xshamaydi. Baydenning cheklash nisbati cheklashi siyosiy jihatdan cheklaydi degan gap. Endi Trump chu degan vaqtda iqtisod jihatdan cheklaydi degan gap. Endi qaysiniki nimasi kuchli bo'ldi degan kelmizda endi. Qaysining cheklashi yaxshi bo'ldi va unumli bo'ldi degan qaraymiz endi. Shuni qarasak, Amerika Trump davridagi qarasak, Biden davridagi qarasak, aniq ko'rib olamiz-ku, meyadagi farqni. Masalan, GDP'ning o'sishini ko'ra olamizda. Masalan, Trump keyingi rasmda bor. Oxirdagi rasmga deyman. Mana qarasak. Buni qarasak, Trump davrida Jungo'ning GDP'sining o'sishi qanday bo'libdi? Ondan Biden chiqqandagi vaqt bilan GDP'ning o'sishi qanday bo'libdi degandekni ko'ra olamizda mana bunda. Shuningdek, u chiqdi, u Trump chiqdi, unda bunda bo'ldi deyish u mumkin emas. Belki aşırı ötkenlik. Neymiş kadar ya vakti Trump'ın yenideki adam kim o? En yakını Elon Musk. Elon Musk'ın 2009 yılı başlangan projekti en çok, yani Asya'daki, dünyadaki en çok deyimiz bu zavutu. Yani Şanghay'da kuruldu bu Tesla'nınki. Hem açıldı deyin. Yani birisi Elon Musk'ınki Alibaba'dan şirketlen boğan münasebeti anında Tencent, yani Tongshan şirketi var. Ulardan bo'lgan munosabatlar deganda hammasi aloq munosabat bor-da endi. Shuningdek, buni cheklash manda bo'ldi, to'g'ri, chekladi, o'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi. Ammo mening o'ylaganim endi, masalan, Elon Musk nurg'un nima sotib oldi, o'zim 500 ming dona deyman, GPU sotib olgancha, nimadan, Nvidia'dan. Yani dunyodagi eng kuchli kompyuter shu Elon Musk degan gapda endi. And aşı meniki DeepSeek'ninkini yalgan deyişini sebep hamda yalgan deyişim GPU'nun işletiş sani az bo'lib qolgan demekçi şu. Belkim alanmagan bo'lsa shu Elon Musk bergan bo'lishi mumkin deb qarayman-ku. Jungo Nvidia'dan bevosita setib alanmagan bo'lsa, unda bergan bo'lishi mumkin deb qarayman. Shuning bilan bugunlik nimamiz tugadi endi oxirida aytdim endi bu chiqdi. Bu savollar maydonga chiqdi. Endi biz qanday qilamiz degan gap bo'ldi endi. Endi sizni bugun bu 4 temaga to'xtaldingiz, to'g'rilgan temalarimiz. Endi bugun umumiy bir tushunchada yana bir presentation qisqa shaklda bir tushuncha berdingiz. Xudoyimiz bundan keyin endi buni texnik chunqurlab, hammamizni ayrim-ayrim bir kiramiz bu temalarga. Ichkarlab. Inshaalloh. Bu
xalqimizmi bu bilim bilan, fan texnika, bu ilim fan bilimlari bilan bu dunyo shu qadar taraqqi ketdi. Biz ishlatimiz bir narsa mesela burun chet el yangi chiqqan vaqtida Nokia ishlatayotgan hozir iPhone 15 bo'lib ketdi, 16. Narsa yangilayotdi, lekin bizda hech bir ilgirlash yo'q-da. Biz ishlatayotganmiz, shunda qarab bo'lsa, andan nimkami, mandan askan debda buni halqa yushurun oqib demisligini bilmaymiz. Jiqadam tushunmaymiz degandekda. Yani aslında ma'nosi bilgan umumyuzlik bir qisqacha tushuncha berdingiz. Men nurg'un narsa bilmayotgan bo'lsam bilib oldim. Shundaqla ekrandagi nurg'un qarindoshlarimizni bu yangiliklardan his qilib o'zidagi nima ishlatayotgan, qaysi davrga qarab ketayotganligini, ilgirki fan texnik inqiloblar davrida bir qancha ancha bo'lsa bir asli degan gapda hamda o'ziga bir savolni qo'ydigan gap. Bumi biz bir yangiliklardan boshlab aytdirdingiz. Rahmat va vaqtingizni chiqarib qilganingizga. Bo'lsa bundan keyin mushni degan so'zgan to'rt cho'ng sari so'zingiz buni har bir sohasini tutib turib, fikrlab kirish orqali xalqimizni mush fan texnik yangiliklardan yangiliklar uchrashtirish bilan birga xalqimizning ozroq bir tafakkur emini o'stiradigan, yangiliklarga intiladigan mush jihatlardan yani sizdekmida yuqori o'qigan, mushni tadqiq qilgan mush odamlik ehtiyojimiz bor. Ham xalqimizning ham ehtiyoji, millatni oqotish uchun bu jihatda bir yana davomli ekranga chiqib xalqimiz so'zlab berishimizni umid qilaman. Buni oxir deydiganim hamda. Men bu kasblardanki amaliy oliy maktabdami, endi magistrlikdami, doktoratdami o'qigan kasb qaysi degan vaqtda cho'ng sonliq ma'lumotlarni analiz qilish orqali maqola yozgancha men. Ani Mao IT AI andan kvant texniklar jo'ra yoqda o'zim izlanib, o'zim o'qib, ya'ni o'qib deganim o'zim izlanib degan gap. O'zim izlanib, o'rganib qilayotgan narsalar. Ani mening maqsadim bu yerning mening bir nimam kichkina data bildirgan bir narsani o'rganaman, o'rgangan narsani boshqalarga o'rgatib olmayman, kuchimning yetishicha. Ani bu yerga chiqib so'zlashimdagi maqsad meniki, bizniki mush kasb o'qiganlar bo'lsa, ashlar chiqib turibdilar, sening ma degan xato deb chiqib chiqsa men to'rni berib chiqsalar xo'jahan deb chiqib ketaman-ku. Men ashlarni mushaga chiqarish maqsadim. Ma ro'yingizga tashakkur, rahmat deyman ro'yingizga. Biz mana shundoq yüzü foydalanish, qo'llash boshqa narsa, o'zligini xalqqa taqdim qilish boshqa narsa. Bu eng oliyjanob ruhda mana xalqni boshqalarga beg'ishlash bir ro'yingiz borki, bu ro'yingizga rahmat. Shundoq ekran oldidagi boshqa qarindoshlarmi bo'lsa, mushlar yuqori o'qigan, fan texnik sohasida, ilm fan sohasida yuqori o'qigan qarindoshlar texnik ko'p chiqish orqali bo'lsa bir nechadan chiqib munozara shakllarda ama sizning da'vatlaringizda ma'lum nuqta qilib qoldi, ya biz mandaraqda degan asosda ma'lum bir masalani o'xshamagan nuqtadan kuzatib, o'zining fikrini qo'yish orqali mana bir ilmiy munozara shaklida eppasak texnik yaxshi buningga. Uningdan boshqa har qaysi sohalarda o'qib, bilimga to'shqan qarindoshlarimizmi bu bilim içimizde qilib qolmasin. Bu bilimni millatimizga bildiraylik. Xalqimizga bildiraylik. Shunga buniki Uyg'ur choyxona suhbatxonasi yolg'iz siyosat mulohazalar emas, boshqa fan texnikasi degan boshladi. Yani undan boshqa tarix, har sohaga kirish orqali mush sohada o'qib chiqqan xalqimizni qarindoshlarimiz ekranga chiqish orqali xalqimizni oqotishib berish, xalqimizni ro'yini bir uyg'otish uchun bu sohada davomli yana boshqalarning ko'plab ekranga chiqishni umid qilaman. Tavsiya qilaman. Siz yaxshi bir boshlanish nima qilib berdingiz degan ko'pdan ko'p rahmat. Yaponiyada kech bo'lib ketdi hozir. Soat 11da ish ketisizlar hozir. Vaqt e'tiboridan endi mana shu savol qismiga kiramiz. Bir necha savollar bor. Bo'ldi. Birinchisi sun'iy aql davriga qarab ketyapmiz-da, hisobda sun'iy aql nimasiga? Bu sun'iy aql xatarlikmi? Xatarlik desa xatarlik. Aslan bir qaysiyatlar degan vaqtda qo'lingizga qilishdan birini berdi. Uyda o'tirib sayyoh qilsangizmi bo'ldi. Urush qilib o'zingizning vatanni qo'g'disangizmi bo'ladi. Yoki bo'lmasa sir chiqib bekardan bekor birisini urib qo'ysangiz bo'ldi-ku. Demak, u sizning kontrolligingizda. Bu AGI mo, ASI mo, yaqinchi bo'lsa-mu, qismi kim yasadi uni? Adam yasadi. Shunaqa. Demak, uning ma'lum bir kontrollikni o'zi bekitadi deganda. Shunga mening nazarimda bu u xatarlik emas. Uni qo'l tutgan odam xatarlik. Bayda qilishni say to'g'risini bo'ldi. O'zingizning erkakligini tutib vataningizda qo'g'disini bo'ldi.
Yakımız şu, bir kadar ketip adamın türme kirsan buldu. Shuningdek, buni u xatarlik emas, oshni qo'lda tutib turgan insonning o'zi xatarlik. Xatarlikka ishiltimsa xatarlik, to'g'ri yo'lga ishiltimasa to'g'ri degan gap. Rahmat. Endi bu sun'iy aql taraqqi qilmaganyapsa hamda nurg'un narsa hozir hamda dilqin maqola yozgan hamma narsa sun'iy aql ishlatyotidi. Nurg'un xalq ishsiz qoladi mushunda hamda kelgusida. Bayadın deb ketdim to'g'ri, ishsiz qoldiganlarmi chiqadi, ammo uningki yaratadigan fursatlarmi bor deydi. Chunki biz deymizku, har ishda bir xayri bor deb. Shunaqa. Bayadın Bill Gates Hindistonda 10 ming shu AGI'ninki aşağıda sahada adam terbiyelemek istiyor. Aşağıdan şimdi biz onu terbiyelesek 2030'ça. Biz gidip onun çıkıp gelsin, onu terbiyelesek biz gideriz şu. Hazırki ahvalımızga. O to'g'ri nurg'un istiqlar ama nurg'un sahadan açıdı şu bu yani. Şunlukı bir narsa chiqdi, uningki manda ishsiz qo'ydi, unda ishsiz qo'ydi. Sen kompyuter chiqqan vaqt nurg'adam ishsiz qilishni o'ylaganti, mashina chiqqan vaqt nurg'adam ishsiz qilishni o'ylaydi. Tuylar deb ketdi, yarlar deb ketdi ku. Shunaqa. Har ishninki o'ziga tushliq ruli va har kimninki osh davrida o'ziga tushliq rizqi va tep yeysizlar. Shunaqa. Endi ishsiz qilish ehtimoli to'g'ri, ishsiz qilish ehtimoli bor, ammo xizmat purust yaratish ehtimolligi uni ko'z tutish kerak-ku. Mutlaq uni qarab olmaslik kerak. Endi albatta kvantum texnikasiga bir ozroq to'xtaldingiz. Burun bizmi anglayotdik bu kvantum texnikasi asosan kvantum kompyuter bazasida qolib qolsa, nurg'unlagan yangiliklar keladi deb hamda har xil anglaymizda. O'sha kvantum kompyuterni insonlar zot qo'lga ishlatishgan biz davrlar qachonroq kelasizcha? Kelmasmiki. Endi qo'lga ilib kelmaydi deb qarayman-ku. Balkim favqulodda taraqqi etib qolsa, kelib qilish mumkin 2030-yilga borganda. Ammo nima shunda desa degan vaqtda kvantum texnikasi bu intan tuven temperatur 0 dan tuven 273 gradus so'g'in. Aşında bir muhit xizmat qiladi-ku bu. Ya'ni bilsa uning atrofdagi narsa ta'sir qilmasligi, tavrinish nihoyat oz bo'lishi kerak-ku. Anda bo'lgandan keyin unda bir muhitni yaratib bu uyingizga qo'ya olasiz, uyingizga sandiqda qo'ya olasiz uni. Hozir sotilyapti bozorlarda. Ammo bu qo'lga chiqish ehtimolligi nihoyat tuvanchi, bizda bir ehtimolligi bor degan gap. 270 dedingizmi? Eng tuvan temperatur ma'lum tajriba biz eng tuvan 150 0 dan tuvan 150 Selsiy gradusga tajribaxonada nimaniki to'g'latgan shekilde nima saqlaymizda viruslarni ilib shundan ichib o'qish deganning shu min chiqildi, tutan ishlab baqdi tajribalanmasdan chiqildi. 270 degan o texdimi nimada? Bilaq mutlaq 0 gradus deymiz-ku uni. Uning kendichada yo'qda, yana bir avzallikchada yo'qda. Siz o'zingizningki klassik kompyuterlarda kvantum kompyuterlarni ishlata olasiz degan. U tarafdan yaxshi degan. Endi mening maqsadim nima degan vaqtda, mush kvantum kompyuterlarni ishlata oladigan Uyg'urlarni azroq bo'lsin foydasi tep qolsa, ular bundan keyin shirkatlarning ashuna bir nimasi ochiladi-ku. Shu cho'ng sonliq ma'noda analiz qiladigan, andan IT shirkatlari bo'landi. Ashlar degandek hammasi shu keyin asta-asta mush kvantum kompyuterni ishlatadi-ku, uni ilib ishlatilmagandan keyin hamda uni bulutga bog'lanib turib, kvantum kompyuterni ishlatadi-ku. Masalan, IBM'nikini hozir ishlatgan bo'ldi-ku. Men darsim tikki o'zimni qanday so'zlayotgan darsim tikkanda ashni mashg'ulotni tang ilib boramiz-ku, tang ilib berib ishlataman degan gap. Uni ashna bir ehtimol bor. Endi buning purist miyada yaratildi-ku. Siz hozirda kvantum kompyuterni o'rgana olsangiz, sen haqsiz tarbiyalashlar bor-ku, IBM'ninki, Google'ninki haqsiz darslar bor degan gap. Stanford universitetininki bor degan gap. MIT'ninki degandek darslar bor-ku, haqliq darslar, haqsiz darslar degan. Ashlar qatnashib hozirni tatib tayyorlab qilib tursangiz, balkim 2020-yilda olganda ashunda shirkatlarning ashunda bir nimasi ochildi, ish ko'znak ochildi degan gap. Rahmat. Yana bir savol, 5G texnikasi desangiz, 5G texnikasida 5G texnikasi xatarlikmi? 5G texnikasi bu nima qaraymiz-ku buni? To'lqin uzunligiga qaraymiz-ku. Sen 4G, 3G, 2G dedik-ku bu yerdan. Ashlanki qanchaki G'si yuqorilagan sari aning to'lqin uzunligi bor-ku.
Dolqun uzunluğu şunchalik qisqaraydi-chu. Masalan, sunniy marodin bizninkiligi qubulg'ichi bor davlatlarniki. Ashning kelgan signal nimasi yo'qda 10 kilometrdan yuqori bo'ladi-chu dolqin uzunligi. Endi dolqin uzunligi bir to'lqin cho'qsa, yana bir to'lqin cho'qqisininki oraliqini o'lchaydi-ku. Ash 10 kilometrdan uzun cho'ng bo'ladi-chu bu. Endi biz hozir ishlatayotgan Wi-Fi'lar degan vaqtda 1 metrlar atrofida bo'ladi-chu. 1 metrdan kichik ashna bo'ldi degan gap. Uyda ishlatgan Wi-Fi'lar. Endi bu anda ishlatib kelsangiz degan vaqtda, sen quyoshninki nimasi? Biz quyosh nurininki nimasi? Yorug'lik to'lqini degan vaqtda uninki hozir biz 5G degandek uninki qaraganda biroz kichik bo'ldi-chu texi. To'g'ri, uzoq muddat shikay yevasangiz shikay kesilib qolgandek. U muhitda uzoq muddat turaversangiz uning ta'siri bo'lishi mumkin. Bo'ladi deb qaraymiz endi. Ammo haliq bizningki quyosh ostidagi bizga ta'sir bo'lgan bilan ani selishtirib baxsak, aning natijasi kichik bo'ladi texi. Shuningdek bek ensirab ketishning o'rni yo'q deb qarayman. Agar 6G bo'lib qolsa, texidimi kichiklaydi-chu. Bu qancha kichik bo'lsa, teshib o'tish nimasi shuncha kuchli bo'ladi-chu. Masalan, rentgen nuri bor-ku. Odat nurlar qaraganda rentgen nurininki to'lqin uzunligi kichik-chu, shuningdek energiyasi yuqori ham kichik. Shuningdek terini kesib chiqib, suyani ko'rsatadi degan gap. Shuni ancha ensirab ketishning o'rni yo'q. Rahmat, hamsi bugungi suhbat programmasi yaxshi bo'ldi. Shu bir yangi bir suhbat programmasi. Yangi texnika, yangi nimalardan bizni qisqacha bir tushuncha berdingiz. Men bu ishlarni anglash jarayonida o'zim birovga o'qigan ba'zi nimalarniki, masalan, quantum physics qoidalarini o'qiganda shu bir narsa ba'zi narsa ko'z oldimdan bir o'tgandek bo'ldi. Shu normal ekranda qarindoshlar balki boshqacha his qilgandim. Buningdek yangi bir texnikalar, yangi nima qilib qolsa davomli yana sizni taklif qilamiz. Yani başka qarindoshlarmi o'zininki o'rgangan bilimlarini xalqimizga bir taqdim qilish, o'ylashgan bo'lsa har zaman uning fursat yaratib beramiz. Vaqt munosabatlarini bir soat olibdi, programmamizni mishal oxirlashtirdi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xalqimiz uchun o'zingizning bilgan bilimlarni xalqimiz taqdim qilish uchun vaqtingizni chiqarganligingizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Sizga oxir deydiganim endi. Meniki o'zim bayatni boshlab ketgandek, o'zim o'rgangan narsalar bular. Shuni mutlaq xatoliklar bor. Shu xatoliklarni ko'rsatib bersanglar, ham tuzishib bersanglar, intayin rahmat aytaman. Xush bo'laman. Uning keyin joyda agar mush quantum texnikasi, statistika degan darslarni boshlandi, meniki YouTube kanaliga kirib aşağıdan qaytilib olsanglar, naqmayda anglay olasizlar darsga. Har shanba kuni Yaponiya vaqti 21 da boshlanadi quantum darsi. O nima, statistika darsi. Quantum darsi har seshanba kuni 21 da boshlanadi. Yani 21 deganimiz saat 9'da Yevropa vaqti, mesela Gollandiya vaqti saat 1 degan gapda. YouTube kanalingizniki ismi nima YouTube kanalingizniki? Qalbil. Qalbilmi? Ha, bo'ldi. Yani bir qatim mashina imkon. O'sha qalb bilib ol degan ma'noda qalbil deb. Rahmat demsa, vaqtingizni chiqarib xalqimizda o'rtoqlashganingizga yaxshi mazmun bo'ldi degan suhbatda bir qarindishimiz inkas yozibdi. Bu bir yangicha bir nim bo'ldi. Yani buniki yangi suhbatlar yana davomli qilib huzuringlarda hamsi degan so'zim oxirlashdi. Hammaga Alloh omonat. Allohga xo'sh, Alloh omonat.